Aka, bizni klinikamizga, ya'ni Realmed klinikasiga nima muammo bilan murojaat qilib kelgandingiz o'zi? Avvalambor assalomu alaykum. Men sizlarning klinikalaringizga, Realmed klinikasiga asosiy muammolardan bittasi ko'p hojatga qatnash, ya'ni ko'p siyish. Menda shunaqa muammo bo'ldiki, ya'ni kechalari 3-4 martagacha siyishga hojatga turardim. Juda ham bezovtalib qiynalgandim. Kunduzlari ham ko'p borardim, 8, 9, 10 martagacha. Xo'sh, sizlardan oldin ko'p joylarga uchrashganman, ya'ni doktorlarga. Samarqand, Toshkent ko'p joy qolmagan hech. Xullas, lekin men yaxshi natija olmaganman. Yaxshi emas, umuman natija olmaganman. O'sha siyish kamaymagandi umuman. Menga ular tashxis qo'yishardi, xronический prostatit, juda ham ko'p dori-darmonlar yozardi. Ulardan biron bir foyda olmaganman. Instagramda sizlarning klinikalaringizda vrach Anvar akani ko'rib qoldim. O'sha bo'yicha keldim, ishonib, lecheniyalarni oldim. Allohga shukr, hozir juda ham zo'r rezultat. Birdaniga o'sha 2 kun ichida oqshom turish 3 martadan 1 martaga tushdi. Hozirgi kunda 1 marta umuman chiqmayapman ham. 2-3 kundan beri rezultat juda ham zo'r. Sizlarga rahmat, mana shu klinikalaringizga, vrachlarga, hammalariga katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Boshqalarga ham mana shu yerga kelib, mana shu analizlarni topshirib, lecheniyalarni olishini maslahat beraman. Men o'zim mana 100% rezultat oldim. Ishonchim komil, boshqalarga ham bemalol tavsiya eta olaman. Rahmat sizlarga.